Sizda hech qanaqangi og'riq bo'lmaydi. 2 minutga ham borgani yo'q. Xudo xolasa ertaga bemorimiz va'da berganicha 100% ko'rishga erishadi. Men Artek Muslimbek, yoshim 30da. O'sh shahrida Vishnu klinikasi ochilganida shunga qiziqib borib 20 yildan beri ochlik taqardim. Borib qiziqdim, keyin Andijonga o'tish maslahatini berishdi doktor akalarimiz. Shunga qarab qiziqib kelib, ochlikdan umuman qutulaylik degan maqsadda keldim. Bugun bizda refraksion jarrohlik kuni bemorimiz miopiya yuqori darajasi murakkab miopik astigmatizm bilan bugungi rejamiz bu bemorimizda Smart Sight operatsiyasini o'tkazamiz. Smart Sight operatsiyasi o'zi nima? Bu Smile operatsiyasini takomillashgan turi, ya'ni Schwint Atos apparatda qilinadi. Smile'dan farqi bunda silindrda -6 gacha olishimiz mumkin hamda eng takomillashgan programma dasturlar usuli yordamida qilinadi. Bunda qo'shimcha siklotorsiya usuli bor. Ya'ni bemorlarda mabodo astigmatizm yuqori bo'lsa, shuni hech qanaqangi xatolarsiz o'sha astigmatizmni mutlaq yo'qotib beradi. Boshladik. Hozir operatsiyalarimiz tayyor, dasturlari saljaningizni ko'tarib olasiz. To'g'riga qarab turasiz. Qo'rqadigan hech narsa yo'q. Xo'pmi? Hozir men sizga apparat o'zida yashil chiroq topib beraman. Doim shunga qarab yotasiz. Kontrol bo'lib bo'lgan holatda. Ko'zingizni ochib beraman. Yumilib ketmasligi uchun. Hozir apparatimiz yaqinlashadi. 10 sekund qorong'i bo'ladi. Xo'pmi? Cho'chimasdan bir xil yotib berasiz, qo'rqmaysiz. Sizda hech qanaqangi og'riq bo'lmaydi. Sizga yoqmaydigan narsa shu 10 sekund qorong'i bo'ladi xolos. Ko'zingiz yaqinlashadi, juda yaxshi. Shunday yotib turasiz. Qorong'i bo'lib qoladi 10 sekund. Juda yaxshi. Bir xil yotaverasiz. Ana lentikularimiz hosil qilyapti. Birinchi orqa tarafni hosil qildi, keyingisi oldingi tarafni hosil qiladi. Shu hosil qilgan lentikularni biz kichkina tirqish orqali, ya'ni mali invazivniy hisoblanadi. O'sha joydan minusga mos hosil qilingan lentikularni chiqarib olamiz. Qarasangiz chiroq ko'ryapti? Ha, shunday qarab turasiz. Juda yaxshi. To'g'ri qarab turasiz. O'rtaga bir xil qarab turasiz. Ishga oldingizmi mana? Mana hozir lentikularni ajratib oldik. Kichkina tirqish orqali lentikularni chiqarib olamiz. Operatsiya jarayonimiz tugadi, lentikularni o'sha kichkina tirqish orqali chiqarib oldik. Endi bemorni ikkinchi ko'ziga o'tamiz, chap ko'ziga. O'ng ko'zi tugadi. Agar e'tibor bergan bo'lsanglar, lazerda ishlashi hamda lentikularni chiqarish 2 minutga ham borgani yo'q. Hozir bemorimizda o'ng ko'zi tugadi operatsiyasi, chap ko'ziga o'tdik. Hozir interfeyslarni almashtirdik. O'zi aslo olganda bitta ko'ziga 5 minut vaqt ketishi mumkin. Bu nima vaqt? Operatsiyaga tayyorgarlik ko'rish. Aslida lentikularni hosil qilib, lentikularni joyidan chiqarib olishga o'zi 2 daqiqa yetadi. Dog' tozaman, betingizni bir xil qarab turasiz. Yaxshi. To'g'ri qarab turasiz. Bilasiz, bir xil qarab turasiz. Ko'zingiz yaqinlashadi, 10 sekund qorong'i bo'ladi, cho'chimaysiz. Juda yaxshi, shunday qarab turasiz, juda yaxshi. To'g'riga qarab turasiz, juda yaxshi, shunday yotaverasiz. Qorong'i qoldi, qo'rqmang. Cho'chimasdan yotaverasiz. Hozir kichkina tirqish orqali minusiga mos lentikularni chiqarish jarayoni. Bu jarayon o'zi lazer bilan ishlash jarayonlari bilan aslini olganda 2 daqiqaga cho'zilishi mumkin.
To'g'riga chiroq qarab tura olasiz. To'g'riga qarab turamiz, ko'zingizdan bo'lmaydi. O'lchang. Operatsiyamiz muvaffaqiyatli o'tdi. Ikkala ko'zni ham Smartset usulida qildik. Xudo xolasa ertaga bemorimiz va'da berganimizda 100% ko'rishga erishadi. Smartset degan nimasdan Xudoga shukr mana chiqdik operatsiyadan. Hech qanaqa og'riq bunaqa narsalar yo'q. Xudoga shukr. Doktorlarimizga rahmat, sababi qilib Xudo xolasa yaxshi bo'lib qoldik inshaalloh. Oldingi asoratlari uzoqda ko'rmas edik. Hozirdan uje mana sezilishni boshladi birinchi daqiqadan. Shunga Visus klinikasining doktorlariga hammasiga kollektivga rahmat aytamiz.